Assalomu alaykum kanalimiz kuzatib boruvchilari, o'quvchilar va ustozlar. Bugungi darsimiz moddalarning massa ulushini topish. Ya'ni biz 4 ta sinfni ko'rib chiqdik. Oksidlar, asoslar, kislotalar va tuzlar sinfini ko'rib chiqdik. Endi bularning tarkibidagi elementlarning massa ulushini topishni o'rganamiz. Dastlab oksidlardan boshlaymiz. Ya'ni hammamizga tanish bo'lgan suv, ya'ni vodorod oksidi H2O. Buni dastlab birinchi qiladigan ishimiz massasini topib olishimiz kerak bo'ladi. Massasi demak davriy sistemada mavjud. Vodorodning massasi bu yerda davriy sistemada qarasangiz 1 gram. Demak vodorodning massasi 1. Tda ikkisi bo'lgani uchun 2 ga ko'paytirib yuboramiz. Plus endi ikkinchi elementni qo'shamiz, ya'ni kislorod. Kislorodning massasi davriy sistemada 16. Tda hech narsa yo'q bo'lsa, demak ko'paytirib olmaysiz. Teng dastlab ko'paytirish amalga oshiriladi. 1 ni 2 ko'paytirsam 2, 2 ga 16 ni qo'shib yuborsam 18. Demak, suvning massasi 18 ekan. Suvning massasi 18 gram. Ana shu 18 gramdan demak 2 grami vodorod ekan, 16 grami kislorod ekan. Xo'p, massa ulushini topishni boshladim. 18 gram vodorod jami, 18 gram suv jami 100%. Shundan 2 grami vodorod. 2 gram vodorodim qancha? Endi buni ishlash uchun ikkisini topishim uchun nima qilaman? Dastlab 2 ni ko'paytiraman 100 ga, proporsiya usulini ham o'rgatib ketaman. Bo'laman 18 ga. Ya'ni proporsiya usuli yoniga ko'paytiramiz, teraga bo'lamiz. Yoniga ko'paytiramiz, teraga bo'lamiz. Ya'ni 2 ni 100 ga ko'paytirib 18 ga bo'lamiz. Natijada chiqadi 11.11%. Demak, suvning tarkibida vodorodning massa ulushi 11.11% ga teng ekan. Agar kislorodni so'rasachi, kislorodni ham topib qo'yamiz. Suvning massasini topdik 18 gram. Demak, 18 gramim 100%, buning tarkibidagi kislorod 16. 16 grami qancha? 88.89%. Mana. Hop, bu tushunarli bo'ldi. Endi sal murakkablashamiz. Oltinga gurt 4 oksidni olib kelaman. Oltinga gurt 4 oksid. Ishlashni boshladim. Demak, oltin gurtning davriy sistemadagi massasi 32. Plus kislorodning massasi 16. Tda ikkisi bo'lganicha 2 ga ko'paytiraman. Birinchi ko'paytirish amalga bajariladi. 32 plus 16 ni 2 ga ko'paytirsam 32. Ikkalasini qo'shsam 64. Demak, oltin gurt 4 oksidning massasi 64 gramni tashkil etadi. 64 gramim 100%. Bundan oltin gurt 32 gram qancha? 50%. Mana. Hop, ana endi kislorodnikini ham so'rasa bu oltin gurt foizi, kislorodnikini ham so'rasa 64 gram 100% jam. Endi kislorodim ham 16 dan ikkitasi 32 chiqdi, ya'ni 32 gram qancha? Demak, 50%. Buning tarkibida demak 50% oltin gurt, 50% kislorod mavjud ekan. Hop, endi yana ham murakkablashamiz, ya'ni alyuminiy 3 oksidi. Alyuminiy 3 oksidini ko'rib chiqamiz. Alyuminiyning massasi 27. Ko'paytirilgan Tda ikkisi bor. Plus 16 ko'paytirilgan Tda 3 bor ekan. Kislorodku 16. 27 ni 2 ga ko'paytirsam 54 plus 16 ni 3 ga ko'paytirsam 48. Qo'shsam 102. Demak, alyuminiy 3 oksidining jami massasi 102 ga teng ekan. Mana. Hop, 102 gramim 100%. 54 qancha? Demak, 52.94%. Endi buning tarkibidagi kislorodni so'raydi. 102 gram, demak bu alyuminiy chiqdi, mana alyuminiy qo'yamiz. 102 gramim 100% bo'ladigan bo'lsa, 48 gram kislorodim qancha? Demak, 48 ni x topish uchun foydalanyapman. 48 ni ko'paytiraman 100 ga, bo'laman 102 ga. 48 ko'paytirilgan 100 bo'lingan 102. 47.5. Demak, bu kisloroddan foiz ulushi ekan. Hop, endi yana ham murakkablashamiz. Hisob-kitobni ko'rishamiz. Ya'ni oltin gurt 6 oksid. Oltin gurt 6 oksid. Oltin gurt 32 gram plus 16 dan 3 tasi. Hop, 32 plus 16 ni ko'paytirsam 48 teng 80 gram tashkil etadi. Oltin gurt 6 oksid, ya'ni sulfat angidrid deymiz, demak 80 gramga teng ekan. 80 gram 100% bo'lsa, oltin gurt so'rasa 32 qancha? Adashmasam 40% chiqsa kerak. Hozir tashlab ko'ramiz.
32 ni ko'paytiramiz 100 ga. X topishimiz uchun demak 32 ni ko'paytiramiz 100 ga. Bo'lamiz 80 ga. Bo'lamiz 80 ga. 40%. Hop, kislorod ekanmiz 80 ni 100% bo'ladigan bo'lsa, 48 im qancha? Demak, buni topishim uchun ham x teng 48 ni ko'paytiraman 100 ga, bo'laman 80 ga teng 60%. Demak, 60% ekan. Hop, o'qishlarniki tushunarli. Endi asoslarni ko'rib chiqamiz. Asoslar. Hop, dastlab natriy gidroksid ko'ramiz. Natriy ishqori. Natriy OH. Natriyning massasi 23 plus kislorod bu yerda 16 plus vodorod 1 gram berdi. Jamini qo'shsam 40. Demak, natriy ishqorining massasi 40 gram tashkil etadi. 40 gramning 100% bo'ladigan bo'lsa, bu yerda natriyni so'rasa 23 gram qancha? Demak, x'ni topishim uchun 23 ni ko'paytiraman 100 ga, bo'laman 40 ga. 300 bo'ladi, bo'lamiz 57,5%. Natriy 57,5% bu yerda. Endi kislorodnikini so'rasa, 40 100%, 16 qancha? Hop, demak 16 1600 bo'lib qolishi kerak. Yani x teng 100 bo'lingan 40%. Demek kislorod. Endi vodorodni so'rasa, har birini chizib qo'yapman lahta-lahta qilib. 40 dan 100% bo'lsa, 1 gram qancha? Ya'ni x topishim uchun 1 ni ko'paytiraman 100 ga, bo'laman 40 ga. Adashmasam 2,5% chiqadi. Demak, bu vodorod ekan. Ikki valentli metal gidroksidlar bilan tanishib chiqamiz bu yerda. Kalsiy gidroksid mana. Kalsiyning massasi 40 plus endi dastlab qovuruvchini hisoblab olamiz. Ya'ni 16 plus 1 teng 17. Deya yozib olaman. 17 ko'paytirilgan 2. Qovurish tashqarisida 2. Hop, 40 plus 17 ni ko'paytirsam 34. Ikkalasini qo'shsam 74. Demak, kalsiy gidroksidning massasi 74. 74 grami 100% bo'ladigan bo'lsa, 40 gram kalsiyum qancha? Demak, buni hisoblash uchun 40 ni ko'paytiramiz 100 ga, bo'lamiz 74 ga. Ya'ni x topishim uchun 40 ko'paytirilgan 100 bo'lingan 74 teng 54,100 dan 5. Demak, 54,100 dan 5% edi. Hop. Agar bordik kislorodni so'raydigan bo'lsa, 74 100% bo'ladi. Bizda ikkita kislorod 16 dan ikkitasi 32. 32 gram qancha? 32 ni ko'paytiraman 100 ga, bo'laman 74 ga. Hop, x topishim uchun 32 ni ko'paytiraman 100 ga, bo'laman 74 ga. Teng 43,24. 43,24%. Hop, bu kislorodniki. Endi vodorodni so'raydigan bo'lsa, 74 100%. Bizda vodorodimiz 1 gram bo'ladi. Buni qovus tashqarisida 2 bo'lgani uchun 1 ga ko'paytirsam 2 gram. 2 gram vodorodim qancha? Hop, demak, x topishim uchun 2 ko'paytirilgan 100 bo'lingan 74. Demak, 200 da bo'lib yuborishim kerak 74 ga. 2,7%. Demak, 2,7% vodorod ekan. Bu ham tushunarli bo'ldi menimcha. Endi kislotalarga o'taman. Kislotalardan dastlab oddiyroqlardan boshlaymiz, ya'ni soddaroqlardan boshlaymiz. Vodorod, ftalit. Hop, bu yerda vodorodning massasi 1, ftor massasi esa 19 darajali sistemada teng 20. Demak, vodorod ftalitning massasi 20 gramni tashkil etadi ekan. 20 gramning 100% bo'ladigan bo'lsa, 1 gram vodoroddan qanchasi vodorodning massasi kelib chiqadi. Demak, 100 ni bo'lishi kerak 20 ga. Demak, 5%. 5% vodorod ekan. X topishim uchun mana formulasini yozib ketaman. 1 ko'paytirilgan 100 bo'lingan 20 teng 5%. Hop,
Agar bor deb ftorni so'raydigan bo'lsa, 20 100% bo'ladi. Ftorni massasi bu yerda 19. 19 ni qancha desam, demak 95% ga teng bo'ladi. Ya'ni x topish uchun 19 ko'paytirilgan 100 bo'lingan 20 teng 95%. Bu ikki negizli, bir negizli oddiy soddaroqlari. Hop, endi sal murakkablashamiz. Sulfat kislotani ko'rib chiqamiz. Sulfat kislota. Hop. Vodorod 1 ko'paytiraman 2 ga. Ya'ni 1 gram tagida x bor. Plus 32. Plus 16 ko'paytirilgan 4. Ana endi birinchi ko'paytirish amalini bajarib olamiz. 1 dan 2 ko'paytirsam 2 plus 32 gram 6 plus kislorod 16 ni 4 ko'paytirsam 64. Hammasini qo'shsam 98. Demak 98 gram sulfat kislota. Sulfat kislotaning massasi 98 gram tashkil etadi. 98 gram 100% ni tashkil etadigan bo'lsa, bu yerda vodorodni so'rasa 2 gram vodorodni qancha? Chunki 1 dan 2 ko'paytirsam 2 gram vodorod chiqdi. Mana bu vodorod, mana bunisi oltin gumurt, mana bunisi kislorod. Hop, 2 gram qancha? 2 ni 100 ga ko'paytirib 98 ga bo'lamiz. Ya'ni 200 dan bo'lib olishim kerak 98 ga. 2 butun 100 dan 4% ga teng ekan. Vodorodniki kelib chiqdi. Ikkinchisi oltin gumurtnikini topamiz. 98 ni 100% bo'ladigan bo'lsa, hop, 32 mi qancha? Va bu o'sha proporsiya, ya'ni x topishim uchun 32 ni ko'paytiraman 100 ga bo'laman 98 ga teng. Hop, 32 ni ko'paytiraman 32 ni ko'paytiraman 100 ga bo'laman 98 ga. 32 yu 65%. Hop, bu oltin gumurtniki. Endi kislorodnikini so'rasa, 98 ni 100%, 64 gram kislorod, 64 gram qancha? 64 ni ko'paytiramiz 100 ga, bo'lamiz 98 ga. 65,3% ga teng ekan. Bu kislorodning foizi. Hop. Bu kislotalar endi sal yana ham murakkabroq kislotalardan biri bor. Bu fosfat kislota. Pirofosfat kislota. Pirofosfatni turlab ishlab ketiramiz. Pirofosfat demak, massasi 1 bitta ko'paytiraman 4 ga plus 31 ni ko'paytiraman 2 ga plus 16 ni ko'paytiraman 7 ga. Qani boshlaylik. 1 ni 4 ko'paytirsam 4 plus 31 ni 2 ga ko'paytirsam 62 plus 16 ni 7 ga ko'paytirsam 112 teng plus 62 plus 4 178. Jam massasi demak 178 gram. 178 gramdan 4 gram vodorod, 62 gram fosfor va 112 gram kislorod ekan. Demak, 178 ni 100% bo'ladigan bo'lsa, vodorod 4 gram qancha? 4 ni bo'lishim kerak 178. 100 ga ko'paytiraman. Demak, 2,4% ga teng. Hop, bu vodorodniki. Endi fosfordagi 178 ni 100% bo'ladigan bo'lsa, 62 gram qancha? Demak, 62 ni ko'paytiraman 100 ga, bo'laman 178 ga. 34,100 dan 83% ga teng. Bu fosfordagi. Keyingi kislorod 178 ni 100% bo'ladigan bo'lsa, 62 112 ekan. Kislorod 112 qancha? 112 ni ko'paytiramiz 100 ga bo'lamiz 178 ga. 62,100 dan 92% ga teng bo'ladi kislorodniki. Endi tuzlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni tuzlar tarkibidagi elementlarda foizini topamiz. Dastlabkisi natriy xlor, ya'ni hammamizga tanish bo'lgan osh tuzi. Osh tuzi massasini topishni boshladik. Natriyning massasi darajasida 23 plus xlorniki 35,5 teng 58,5. Demak, 58,5 gram jam massasi. 58,5 100% ni tashkil etadigan bo'lsa, bu yerdagi natriy 23 gram. 23 gram qancha? Demak, 39,3% natriy ekan. Hop, bu yerdagi xlornikini toping. 58,5 100% bo'ladigan bo'lsa, 35,5
60 butun %68%. Endi sal murakkablashamiz. Kaliy sulfat topganmiz. Kaliy boshladik. 39 ni ko'paytiramiz 2 ga. Plus 632 plus kislorod 16 ko'paytirilgan 4. Masalan, ko'paytirish an'anamiz bilan 39 ni 2 ko'paytirsam 78 plus 32 plus 16 ni 4 ko'paytirsam 64. Hammasini qo'shadigan bo'lsam 38 170 96 174 bo'ladi ekan. 174. Jam massasi 174. 174 100% bo'ladigan bo'lsa, demak bu kaliy edi. Mana bunisi oltinga ko'rtaydi, mana bunisi kislorod edi. 78 im qancha kaliyni topa olamiz. Hop. 78. 44,8% bu kaliy. Endi oltinga ko'rdik. 174 100% bo'ladigan bo'lsa, 32 im qancha? 18,4%. Bu oltinga ko'rdik. Keyingisi. Hop. Kislorod ekan 174 100% bo'ladigan bo'lsa, 64 im qancha? 36,78% bu kislorod. Endi yana ham murakkablashamiz. Alyuminiy sulfat. Hop. Bu yerda alyuminiy demak 27 ko'paytirilgan 2 plus. Endi buni mana buni dastlab qovushichini hisoblab olishimiz kerak bo'ladi. Qovushichi qanday hisoblanadi? 32 plus 16 ko'paytirilgan 4 teng 16 ni 4 32 plus 16 ni 4 ko'paytirsam 64 teng 96. 96 ni qovus tarqasiga 3 ko'paytirsak bo'ladi. 96 ko'paytiramiz 3. Demak 20 ni ko'paytirsam 54 plus 96 ni 3 ko'paytirsam adashmasam 288. Ikkalasini qo'shsam 342 bo'ladi. 342 jami alyuminiy sulfati 100% bo'ladigan bo'lsa, bu yerdagi alyuminiylik 54 gram alyuminiy. 54 gram qancha? 18,75%. 8,75% alyuminiy. Hop, endi oltinga ko'paytib so'rayapti. 342 100% bo'ladigan bo'lsa, alyuminiy bittadan 32, 32 dan qovus tashqarisidagi 3 tasi 32 ni 3 ko'paytirsak 96 bo'ladi. 96 mi qancha? 33,33%. Demak, oltinga ko'paytirdi. Hop, kislorodning holida 342 100% bo'ladigan bo'lsa, kislorod 64, 16 dan 4 tasi 64 chiqdi. 64 ni 3 ko'paytirsak 192 deshmasa 64 ni ko'paytiramiz 3 ga. 192 to'g'ri. 192 qancha? Ozgina xato ketib qolibdi. 192 bilan 342. 56 butun 14%. Mana ham foizini xato ketib qolibdi. 96 ni bilamiz. 28% ekan bu. Mana bunisi 15 butun 78%. 78% alyuminiy. Bu kislorod foizini adashib ketib qolibdi. Demak, 342 100%, endi 2 o'rim alyuminiy qanchasi? 15,8% chiqdi. Endi oltinni so'rasak 342 100%, 96 qanchasi? 28% chiqdi. Endi kislorodning oxirgi elementimiz 342 100%, 192 qanchasi? 7,6%